Assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Nechta dadam? Mana bu Shohrobek. Mana bu dadam, mana gapirasiz mana. Yaxshimisan? Ozbek, tinch salomat ishlayapsanmi? Qiynalmasdan, yaxshi salomat, tinchgina. Biz yaxshimiz. Mana ko'rib turibsan, hamma yoq yaxshi, Xudoga shukr. O'zingni ehtiyot qil. Sog' bo'l, salomat bo'l. Aytganda qilib ishlayver. Vaqtida ovqatlaringni, choyingni, damingni ol. Ortiqcha harakat qilmasdan omadingni bersin. Bo'ptimi? O'zingni ehtiyot qil. Ashlarda aytganini qilsang, to'g'rimi? Aytganini qilsang, hamma yo'q yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lishlar yaxshi. Hech ko'nglingni buzmay ishingni qilaver. Bo'ptimi? Omon bo'l. Sheriklaringga salom deb qo'y hammasiga. Hammasiga yetkazib qo'y hammasini. Rahbarlaringga ham ayt. Rahbarlaring bilan yaxshi bo'lishsan, ashlarda aytganini qilib tursanglar, hayoting yaxshi bo'lib boraveradi. Bu yerda hamma yo'q yaxshi, hijolat bo'lmanglar. Biz yaxshimiz. Bo'ldi. Allohim hammanglarni omadinglarni bersin. Parvardigor, Xudoyimizni qo'llasin. Shohrobek qalaysiz deb qo'y. Eslaysan-da, qalaysiz deb qo'y. Aytib qo'y. Assalomu alaykum aka, yaxshi yuribsiz, yaxshi ishlar yuribsin, biz yaxshimiz, o'zlar yaxshimiz. Necha yosh bo'lding? 10. 10 yosh bo'lding. 7-may 2025-yil. Dadam. Bo'pti, yaxshi dam olinglar, sog' bo'linglar. Bo'pti. Yaxshi dam olib yuraveringlar. Oyog'im uxlayapti shekilli. Yo'q, uyg'oq ekan. Qayda? Mana Ke buyin chaqir, qanday? bular gapirib qo'ying. Qalaysiz? Mana onam hoji. Assalomu alaykum. Qalaysizlar deb. Gapiring, bular gapiring. Gapiring. Qalaysizlar? Kim? Avaz akam. Ha, yuribsan o'g'lim, bardammisan? Kayfiyating yaxshimi? Ishlaringga omad bersin, yo'llaring ochiq bo'lib, Allohning hifzi va havasida bo'lgin. Alloh qo'llasin. Alloh qo'llasin, xayr o'g'lim. Yaxshi yuribsizmi? Aytyapman, yuribsanmi? Ishlaring beshmi deyapman, bolam. Sog'ligingiz yaxshi bo'lsin. Mana ikkovimiz ham birga tushiramiz. Hamma yaxshi, hamma zo'r. Sizlar ham yaxshi yuringlar. Bizi videolar hammasi o'zimiz oilaviy uchun, biz oilaviy esdalik uchun. Endi hozir Muhammad Rizo bilan keyin ham borib olib kelaman ertaga payshanba. Bugun chorshanba 7-may 2025-yil. Soat 21:28 bo'ldi. Men tapchikami, men tarat qilamanmi? Qachon bu sonni olib ketyapti? Voy Gulyor aytma. Voy kelajakda eslab yurishing uchun qochma-da, nima qochasan? Bizi videolar faqat o'zimiz uchun. Hech kimga yomonligi yo'q, o'zimiz uchun. Oysha qiz, qalaysan? Kulib qo'y. Gapirib qo'y o'rtog'ingga kuldirib. Bor, gapirchi. Salom de. Boytaga qalaysiz, yaxshimisiz? Biz hammamiz yaxshi o'tiribmiz. Bizi videolar faqat o'zimiz uchun, oilamiz uchun. Hozir endi borib keyin bilan Muhammad Rizoni olib kelamiz. Soat 9:30 bo'ldi. 9:30da qachon keladi? U ertaga Yaxshi yuringlar, hammanglar yaxshi bo'linglar. Ovqat yechib oling, video olaver.